26 mart bahor kelganiga qaramasdan qor yog'moqda. Biz esa xalq xizmatida. Ikkita ustma bo'ladi, bu apshipka qilinyapti. 26-27 sm ekan diametri, mana shu turbalarni 35 cmlik bilan apshipka qilyapmiz. Shuning uchun o'rtalarini sal o'yib, simbaylab chiqqanmiz. Ishing nima uchun qimmat deganlarga bunaqasi ham har qanaqasiga bo'yicha o'lchov olishga 2 kun vaqtimiz ketdi. Mana bugun ertalabdan beton quyishni boshladi. Hozir mana shunga birinchisiga betonni quydik. 2 kun mana shuni o'lchab, hisob-kitobini chiqarishga ketdi. Bu kim uchundir oson, lekin bu o'ziga yarasha mashaqqat talab qiladi. Mana har tomonlama bundaysiga uydan qochganlari tepa past hammasini bir xil o'ringa qo'ydik.